Assalomu alaykum. Bir necha kundan beri shu videoni yozishni reja qilib yurgandim. Mana bugun materiallarimni ham tayyorlab qo'ydim, ham mavzu ham qaysidir ma'noda miyamda pishdi. Bu bir katta mavzu, lekin uni bir qismini o'zim uchun yoritishga harakat qilaman. Mavzuni ijodiy jarayon deb qo'ysak bo'ladi. Ijodiy jarayon har bitta ijodkor odamda har xil. Deylik, musiqachi bo'lishi mumkin, yozuvchi bo'lishi mumkin. Hamma odam o'zini bir ilhom manbaiga ega, o'zini ijodiy qandaydir mezonlariga ega. Men o'zim uchun bir shunaqa krizis vaqtini angladimki, ijodiy jarayon menda qandaydir qiziqish, qanaqangidir o'tkir hissiyotlarni uyg'otmay qo'ydi qaysidir vaqt. Va uzoq vaqt o'ylandim, nima sababli bunaqa bo'ldi deb o'yladim va har xil usullarni qo'llardim. Va hozirgi kunda men uchun ijodiy jarayonni eng muhim mezonlaridan bittasi bu o'yin. Ya'ni qaysidir ma'noda man va ijodiy asarni tug'ilish vaqti o'rtasidagi aloqa o'yinga asoslangan bo'lishi kerak, mani qiziqishimga asoslangan bo'lishi kerak va man natijani bilmasligim kerak. Va aynan shu men uchun eng muhim mezonga aylandi. Agar miyamda deylik pishgan g'oyani shunchaki ijro qilish bo'ladigan bo'lsa, u men uchun unchalik qiziq jarayon emas. Qachonki man deylik o'sha ijodiy asarni yo bir jarayonni bir faqat qismini hayolimda ushlab turib, qaysidir ma'noda qolganini tasodifga qo'yib bera olsam va shu jarayon menga qiziq bo'lsa, deylik asar yaratish jarayoni boshlanadi. Men o'zimga bir shunaqa formula endi o'ylab topdim deya olmayman. O'sha oxirgi safar o'tgan kursim mobaynida bu insight menga kelishni boshladi. Ya'ni shu kurs jarayonida men o'zimni ijodiy jarayonini butunlay qaytadan ko'rib chiqdim va uni deylik bir tizimlashtirishga harakat qildim. Chunki men uchun muhim bir narsa har kuni qandaydir kichkina narsani qilib borish. Bitta yaxshi kitob bor, Открой мир заново. Hozir men avtorini unutib qo'ydim. Xo'p, Kerri Smit. Menga bu kitobni sovg'a qilishgan vaqti men o'ylagandimki, ijod haqida qandaydir bir banalniy narsalar yozilgan bo'lsa, deylik, oddiy narsalar yozilgan bo'lsa, menga qiziq bo'lmasligi mumkin deb o'ylagandim. Kitob ko'proq bilmadim, endi dizaynerlarga qiziq bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Aynan kitob dizayni bilan shug'ullanadiganga, chunki har bitta varog'i, har bitta beti bir qiziq o'ylab topilgan, interaktiv va buni ichida juda ko'p vazifalar bor. Bu vazifalarni bajarish jarayonida qandaydir ijodiy g'oyalarga kelish mumkin. Lekin bu kitobni menga bergan birinchi qiziq fikri va balkim asosiy bergan fikri ijodiy jarayon bir narsani kolleksiya qilishdan boshlanadi degan fikr bor. Menga bu fikr birinchi o'qiganimda uncha tushunarli bo'lmadi va o'ylashni boshladim. Xo'p, nima sababli aynan kolleksiya qilish vaqti ijodiy jarayon? Keyin tushunib boshladimki, kolleksiya qilish nafaqat odam o'zi deylik ko'chadan topgan narsangiz yoki sotib oladigan narsalaringiz emas, umumiy abstrakt olib qaraganda bir narsani to'plash. Bu balki kundalikda yozadigan yozuvlaringiz bo'lishi mumkin yoki har kun deylik she'riy formada nimadir yozishingiz mumkin. Bu ham kolleksiya qilish deb tushunsa bo'ladi. Va shu kolleksiya qilish mobaynida jarayonni nyuanslariga kirib borar ekanmiz. Menda bir shunday odat paydo bo'ldiki, har xil daraxtlar urug'larini terib boshladim va urug'larni formalari, urug'lar teksturalarini farqiga borishni boshladim. Va shunda tushundimki, kolleksiya qilish, yig'ish bo'yicha o'ylab ko'rish kerak va shu sababli hozir menda juda ham ko'p Telegramda o'zimga
guruhlar qilganman, kanallar qilganman, bir nechta proyektlarim bor. Hamma proyektlarim o'sha kundalik qilib boradigan, kundalik chizib boradigan rasmlarim hammasi o'sha kolleksiya qilishi bir turi. Va shulardan bittasi haqida gapirib bermoqchiman. Hozir oxirgi vaqtda menga juda ham qiziq bo'lgan jarayon o'sha qoralarmalar bilan ishlash, ya'ni karakuli. Qoralamalar bo'yicha menda sketchbook bor va mana qaysidir chizmalarda ko'rish mumkin, raqamlari qolib ketgan. Har bitta betda o'zini raqami bor va u qoralamalarda men har xil vaziyatlarda foydalanaman. Bu qoralamalardan men qo'l chizishim, ya'ni qandaydir bir egri shaklni olamanda va uni ichida qo'lli shaklini ko'rishga harakat qilaman. Anatomik jihatdan to'g'ri bo'lishi shart emas. Eng asosiysi qo'lni qandaydir emotsiya, qandaydir bir kayfiyat, qandaydir bir harakatni ko'rsatib turgani. Ya'ni rus tilida bu narsani jest deymiz. Jest bo'lishi kerak va u bo'lsa, hattoki qo'l umumiy jest emas, har bitta barmoqni o'zini dinamikasi bo'lishi mumkin-da. Va mana shu qo'ldan kelib chiqib biza keyingi etaplarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Har bitta qo'l qandaydir fikrni, qandaydir holatni bu yoqda ko'rsatyapti va men bu qo'lni davomida qandaydir personajni ko'rib boshlayman. Qo'l umuman juda ham qiziq narsa, chunki hattoki odamlar o'rtasida muloqot bo'lganda ham biz o'sha qo'lni harakatlariga juda ham e'tibor beramiz. Agar ongli bo'lmasa ham, onglanmagan darajada qattiq e'tibor beramiz, chunki aynan qo'llar deylik muloqotni bir yana bir instrumenti. Xo'p, deyarli har kuni mana shunaqa qo'ldan chizib boraman va Telegramda o'zimda o'sha yopiq gruppam bor, o'shanga qo'yib boraman. Va hattoki shu chizganlarimni ham nomerlab boraman, chunki bular orqali men mana bunaqa seriya qilib boshladim. Deylik, menda o'sha chizma bor, qo'lli chizmasi. Men uni davomida personajni chizish boshlayman. Va chizish jarayoni qiziq, chunki bu ko'proq intuitsiyaga bog'liq. Ya'ni men shu qo'lni davomini qo'sh tirnoq ichida ko'raman desam ham bo'ladi. Har bitta qo'lga qaraganda uni davomi, o'zini stili, o'zini dinamikasi, o'zini anatomiyasidan kelib chiqqan holda qandaydir personajni paydo qiladi. Va men birinchi iteratsiya qilgan paytim, birinchi bor buni sinab ko'rganimda bunaqa personaj chizdim va shu stildan kelib chiqqan holda yozuv ham keldi. Va keyin o'ylab boshladim, bu nima haqida bo'lishi mumkin? Keyin bu illyustratsiyani keyinchalik yana bir video qilaman. Shkala degan instrument bor. Endi shkala degan narsani ko'pchilik tushunsa kerak, shkolad emas. Deylik, yaxshi va yomon deydigan bo'lsak, bir-biriga qarama-qarshi tushuncha va buni shkala deb qarasa bo'ladi, ya'ni yaxshi tomonga yo yomon tomonga burilish. Bu ikkita bir-biriga qarama-qarshi taraflar, nuqtalar deb qabul qilsak bo'ladi va men mana shu illyustratsiya uchun eng kuchli nuqtani ekspressiya deb o'yladim. Chunki shu tanani ichida deylik qandaydir bir-biriga qarama-qarshi holat bor, ya'ni odam o'zini boshini yashiryapti, o'zi yaxshi ahvolda emas, lekin qo'li bilan zo'r degan jest ko'rsatyapti va shuni kuchaytirishga harakat qildim. Birinchi navbatda men xayolimda tasavvur qildim, oddiy hayotda bu qanaqa ko'ringan bo'lardi. Oddiy hayotda biz bu narsani ko'rmaymiz. Grafikani kuchi ham shuki, bu bir qiyin emotsional holatlarni ko'rsatib bera oladi. Oddiy hayotda ko'rmaydiganimiz, lekin his qila oladigan narsalarni ko'rsatib bera oladi grafika. Va men o'yladimki, ko'pincha bo'ladiki, hayotda odam bir narsani gapiradi-yu, o'zi bu narsaga ishonchi komil emas. Yoki umuman teskarisini gapirishi mumkin. Va shu sababli o'yladimki, bu jest shunchaki ha, ishim yaxshi degan, ya'ni odatda gaplashadigan bo'lsak, ishlaring qalay? Ha, normal, ha, yaxshi, o'rtacha yoki yaxshi deyiladi-da. Va o'yladimki, agar buni ekspressiyada kuchaytiradigan bo'lsa, ikkala
jestni ham kuchaytirdim. Ya'ni odam o'zini ezg'ilab tashlayapti bitta qo'li bilan. Ikkinchi qo'li bilan kuchi boricha harakat qilyapti, zo'r ekanligini ko'rsatishga. Deylik, bu 3 qadamdan iborat bitta illyustratsiya ustida ishlangan ijod jarayoni. Deylik, o'sha qoralamadan qo'l chizaman, qo'ldan personaj va keyinchalik personajni kuchaytiraman qandaydir shkala bo'yicha. Va keyinchalik yana buni davom ettirsa bo'ladi. Buni etaplarini deylik cheksiz davom ettirsa bo'ladi. Agar g'oya kuchi bo'lsa. Menimcha bu seriyada g'oyani kuchi bor va men o'ylayapman qanday buni davom ettirishim mumkinligi haqida. Bu yerda chizilgan illyustratsiya shunchaki birinchi variant. Va keyinchalik agar men shu illyustratsiyadan seriya qilib boshlaydigan bo'lsam, keyinchalik umuman boshqa instrumentlar ishlatishim mumkin-da, deylik, foto kollajdan ishlatishim mumkin yoki oddiy jurnaldan mana shunga o'xshagan narsalarni topib, shu illyustratsiyani qaytadan kollaj sifatida yig'ishim mumkin. Ya'ni bu ijodiy jarayondagi bitta bekat va keyingi qadamlarini yana o'ylab topsa bo'ladi. Chunki g'oya yaxshi. Va keyin ikkinchi qo'l bilan ishlab ko'rdim va mana bunaqa portretga keldim. Bu portret ichida ikkinchi va uchinchi qadam birga. Chunki bu qo'ldan illyustratsiya chizib boshlaganimda qaysidir etapida men uni kuchaytirishni boshladim. Boshida deylik oddiy shu musiqa instrumentida chalayotgan musiqachini chizgan bo'lsam, keyinchalik musiqa instrumentini mana bunaqa chalkashib ketganligini chizdim. Musiqani bir shaklini ko'rsatish uchun, musiqani bir energiyasini ko'rsatish uchun, musiqachini o'yini haqidagi bir kommentariy. Ya'ni musiqa bir xil payt qandaydir chalkash bo'lishi mumkin, lekin oxirida baribir qandaydir bitta ovozga keladi. Yoki shu chalkashlik va qandaydir tartib doimo birga. Shu haqda bir illyustratsiya bo'ldi. Bu ham shu birinchi qadam. Birinchi qadam mana shu seriya bo'yicha. Hozir bu haqda ham ozgina gapirib o'taman. Va uchinchi illyustratsiyam mana bu qo'lni oldim. Undan keyin mana bunaqa illyustratsiya chizdim. Ko'rish mumkin. Shu qo'l shu joyda joylashgan, davomiga personaj chizilgan. Va keyin o'ylab boshladim, bu personajni qanday qilib kuchaytirishim mumkin. Va hayolimga shunaqa bir kadr keldiki, men juda ham xohladim uni ko'zini, yuz ifodasini ko'rsatish. Bir qandaydir kichkina narsani topgan odamligini ko'rsatgim keldi. Va o'shanga men bunaqa eskiz qildim. Bu eskiz bo'yicha keyin qog'ozda, deylik, mana bu hamma etaplari planshetda chizilgan, ya'ni digital yo'nalishida. Bu sketchbookda chizilgan rasm, chunki xohladim o'sha yorug'lik o'yinini qanaqa ko'ryapman degan o'zimga bir savol qo'ydimda, shuni o'zimga ko'rsatishga harakat qildim. Va bu menga imkoniyat berdi ozgina tanqidiy shu proyektimga, mana shu syujetga tanqidiy qarashga va uni umuman boshqacha usullar orqali qilishga g'oyalar kelishni boshladi. Ya'ni mana bunaqa qalam bilan chizilgan emas, foto kollaj va ozgina hattoki haykaltaroshlik elementlarini ham o'sha haykaltaroshlik plastilinda yasalgan maska orqali qilish niyatim bor. Keyinchalik ko'rsataman bu qanaqa seriyaga kelgan. Va mana shu misolda ko'rish mumkin, qandaydir har kunlik kolleksiya qilib borayotgan narsam uzoq muddatli va har tomonlama turli tomonlarga qaralgan, turli tomonlarga yo'naltirilgan qandaydir proyektlar, g'oyalarga asos bo'lyapti. Mana shu qo'lda chizishga hozir men jarayonni ham ko'rsataman. Chizishga deylik 5-10 minut vaqtim ketadigan bo'lsa, keyinchalik uni olib, masalan, illyustratsiya qilgan vaqtimda uzoqroq vaqt unga sarflayman. Xo'p,
a, shu qo'lda chizish jarayonini yozib olgandim. Buni men iPadda qilaman. O'sha aytganimdek sketchbookda menda bir nechta qoralamalarim bor. Uni rasmga olaman, uni raqami bor. O'sha randomizer orqali raqamlarni tasodifiy beradigan programma orqali o'sha raqamni chiqaraman va shu rasmni olib, aynan shu rasmni ustidan chizib boshlayman. Hozir adashmasam video tezlashtirilgan bo'lishi kerak. Yo'q, mana endi tezlashdi. Va men o'sha qoralamani olganimdan keyin qarab boshlayman. Qaysi joyida menda deylik bitta barmoqni ko'rishim yetarli. Qaysidir joyda agar bitta barmoqni ko'radigan bo'lsam, qolgan qo'l elementlarini joyida o'ylab topishni boshlayman. Deylik mana topib, xuddi aytganimdek bitta birinchi barmoqdan boshlayman. Va keyinchalik mana qolgan barmoqlar ko'rinish berish boshlaydi. Va keyin keraksiz liniyalarni o'chirib tashlayman. Faqat o'sha qo'lni ifodasi qoladigan, qo'lni shakli qoladigan chiziqlarni qoldiraman. Menga juda ham shart emas, deylik toza bir rasm bo'lishi, toza bir illyustratsiya bo'lishi, chunki bu deylik tugallangan illyustratsiya emas, bu shunchaki qoralama, lekin shu qoralamani ichida juda kuchli zaryad bor. Shunday qilib yakunlayman. 5 daqiqani ichida chizilgan qo'l. Va endi sxemani ko'rsataman. Figmaga o'xshagan programma. Shuni ichida men o'zimga moodboardlar qilaman, o'zimga tizimlarimni yozib chiqaman, chunki men juda ham qiziqaman jarayonlarga tizimli yondashuv qilishga. Bitta bir kunlik yoki bir qandaydir muddatli narsa emas, universal qandaydir tizimlarni, ijodiy jarayonlarni o'zimga tuzishga harakat qilaman va qaysidir ma'noda bu menga ish beryapti. Mani hozirgi ijodiy jarayonim bir nechta etaplardan iborat. Va har bitta etap 10 barobar ko'proq vaqt olishi mumkin, 100 barobar ko'proq vaqt olishi mumkin. Deylik, kundalik vazifalar yoki rus tilida rutina deb aytamiz. Men har kun davomida deyarli har kun bitta qo'l chizib qo'yaman o'sha qoralama bo'yicha. Yoki haftada 1-2 marta proyektim bor Telegramda, Slovoy kartinki degan so'zlar va rasmlar. O'sha qiyin, qiziq bo'lgan so'zlar, boshqa tillardagi so'zlarni olib, ularga illyustratsiya ishlayman, aynan qoralama bo'yicha. Ya'ni so'zni olaman va tasodifiy qoralaman. Va o'sha tasodifiy qoralamani ichida shu so'zga bag'ishlangan syujetni ko'rishim kerak. Yo'da hozir menda yapon so'zlari ketyapti, yaponchadan olingan so'zlar. Higan degani boshqa ongni boshqa darajasiga o'tish degan so'z ekan. Va qoralamani ko'rgan paytimda shunday figura paydo bo'ldi va o'yladim, bu figura qayergadir uchib ketyapti yo qayergadir sakrab o'tyapti deb o'yladim. Va bir vaqt o'zida bu so'z boshqa darajaga o'tish degan oddiy shunaqa ma'nosi ham bor ekanki, boshqa darajaga o'tish nafaqat ong ichida, balki ruhni tanadan ketishi, ya'ni o'lim bo'lishi ham mumkin deb o'yladim. Va ko'pincha o'sha asarlarda poyezdlar bilan bog'liq o'sha hodisalar yoziladi. O'shanga deylik, ikki qatlamli shunaqa bir illyustratsiya bo'ldiki, uzoqdan kelayotgan deylik yog'du, bu nafaqat o'sha yangi ong darajasini ko'rsatadigan bir metafora, balki u poyezd lampasi ham bo'lishi mumkin, farasi. Va mana shu mulohazalar aynan ijodiy ish jarayonida paydo bo'ladi. Bu ham ijodiy jarayondagi bitta nuqta va aytishim mumkinki, birinchi nuqta. Mana shu syujetni olib, masalan, umuman boshqa ko'rinishda yuzaga chiqarishim mumkin, davom ettirishim mumkin shu g'oyani.
va deyarli har kuni fe'l olinadi, gлагол. Fe'l olinib va bitta qoralama olib, shu fe'lga bog'liq bir qandaydir syujet. Bu nisbatan bundan oldingi proyektimga nisbatan sal yengilroq. Deylik, masalan, A, B deb yozib qo'yaman. Ikkita personajni o'rtasidagi bo'layotgan qandaydir aloqa haqida fe'l bo'lishi mumkin. Dedik, A Bni oldida yig'layapti. Bu yerda kim yig'layotgani hali noaniq, chunki birinchi qaraganda mana bu ayol ish haqida o'ylash mumkin. Lekin e'tibor berib qaralsa, oldidagi personaj yig'layapti buni qichqirig'iga. Va deyarli har kuni qandaydir shaklda bu kollaj bo'lishi mumkin yoki bir chizma bo'lishi mumkin. Qandaydir abstrakt narsalarni qilib boraman. Deylik, bu kundalik vazifalar. Mana shu qilib boradigan illyustratsiyalarimni просто yig'ib boraman, hammasini alohida har xil joylarda va keyinchalik bularni ham ishlatish imkoniyatim bor. Va keyingi etapni asar deb nomlash mumkin. Ya'ni o'sha kundalik vazifalarimdan qaysi biridir asar darajasiga chiqadi. Asar deganda endi bir qandaydir katta asar haqida gap ketmayapti. Bu bir illyustratsiya, rasm va unga bir qandaydir tekst bo'lishi mumkin. Qandaydir yakunlangan ish. Hattoki mana bu illyustratsiyani ham yakunlangan ish deb olsa bo'ladi. Faqat liniya va zalivka, shu to'ldirish, rang to'ldirish bilan qilingan bo'lsa ham va hattoki mana bu qoralamam ham bir illyustratsiya sifatida, agar chiroyli ramkaga qo'yiladigan bo'lsa, illyustratsiya sifatida qarash mumkin. Deylik, kundalik vazifalar har kuni bitta donadan qilib boradigan bo'lsa, bitta asarni masalan bir hafta ishlashim mumkin yoki 2-3 kun uni ustida ishlashim mumkin. Va shu asarlarimdan keyin qaysi biridir yoki hammasi qaysi biridir tanlaymanda, keyinchalik uni seriya darajasiga olib chiqishim mumkin. Deylik, hozir menda bir fikr borki, mana bu musiqachi va uni musiqa asbobi degan bir masalan seriya qilinadigan bo'lsa, uni ichida har xil musiqa instrumentlari, har xil musiqachilar, har xil emotsiyada o'ynaydiganlar bo'lishi mumkin. Va seriya bo'lishi uchun mana shunaqa illyustratsiyani qandaydir bir stil yoki qandaydir takrorlanadigan qandaydir metodi bo'lishi kerak bo'ladi. Va o'sha metod orqali bitta asar emas, bir nechta asar, ya'ni seriya qilishim mumkin. Seriya 3 ta illyustratsiya bo'lishi mumkin, seriya 5 ta illyustratsiya bo'lishi mumkin, seriya 100 ta illyustratsiya bo'lishi mumkin. Va bu seriya o'sha tanlangan stil, tanlangan mavzu, tanlangan yo'nalish qanchalik darajada universal ekanligini ko'rsatib beradi va shu stil, shu seriyani yaratish jarayonida rivojlanib boradi. Hozir menda seriya yo'q, lekin mana bu illyustratsiyamdan hozir niyat bor seriya chiqarish. Hozir tayyorlanyapman shu narsaga. Va deylik, bir haftada bitta ikkita asar qilinadigan bo'lsa, seriyaga 1 oy ketishi mumkin. Ya'ni muddat kuchayib boryapti. Seriyaga yarim yil ketishi mumkin. Unga tayyorgarlik vaqti va shu seriya keyinchalik ko'rgazmaga asos bo'lishi mumkin. Keyinchalik qandaydir loyihaga asos bo'lishi mumkin. Deylik, menda hozir yana bitta seriya bor, Afrika maskalari degan, o'sha internetda tasodifiy odamlar rasmini olamanda, ulardan Afrika maskasini qilishga harakat qilaman. Bu o'sha portretni ichida men uchun yopiq qandaydir grotesk, ya'ni o'sha qo'pol shakllar, oddiy shakllarni chiqarishga yordam beradi.
Bu ham bir qiziq instrument. Bu Afrika maskalari haqida hali yana gapiraman alohida. Xo'p, keyinchalik mana shu seriyadan va balki bir nechta seriyalardan katta loyiha qilish mumkin. Loyiha bu juda ham keng tushuncha. Loyiha bu kitob bo'lishi mumkin, loyiha bu multfilm bo'lishi mumkin, loyiha hattoki kinoproyekt bo'lishi mumkin yoki bir qandaydir qisqa metrajli film bo'lishi mumkin. Loyiha hattoki nasriy asar ham bo'lishi mumkin. Ya'ni men mana shu illyustratsiyalarim orqali qandaydir matn yozishim ham mumkin. Matn yozish ahamiyati haqida ham hali yana gapirib o'taman, chunki biz bir asar yaratayotgan vaqtimizda juda ko'p fikrlar, juda ko'p g'oyalar o'tadi va hattoki ozgina bir qilgan qoralanmamiz haqida agar qandaydir fikr bildirib boshlasak o'zimiz uchun, va bu shart emas qandaydir ilmiy, adabiy bo'lishi, juda erkin shaklda, bu hattoki shunchaki ko'rgan, sezgan narsalarimizni deylik spisk ro'yxati bo'lishi mumkin. Va shu ro'yxatga qarab biz o'zimizga kriteriy, ya'ni o'sha mezonlarni tanlab boshlaymiz-da. Nima bizga muhim mana shu proyekt ichida, bizani qilgan narsamizni ichida. Ko'pincha endi men shunaqa eshitamanki, san'atshunoslar bu ish bilan shug'ullanishi kerak. Yo'q, men unday deb o'ylamayman, chunki san'atshunos o'zining nuqtasi bor. Art kritik, tanqidchini o'zining nuqtasi bor. Rassomni ham o'zining nuqtai nazari bo'lishi kerak va rassom qaysidir ma'noda o'ziga nisbatan ham tanqidiy munosabat, ham o'sha konseptual munosabat san'atshunos sifatida qarashi kerak. Aynan shu o'sishga olib keladi. Bo'lmasam boshqa odamning fikriga qaram bo'lib qoladi rassom. To kelib kimdir tushuntirib bermaguncha o'zi anglamaydi qilayotgan ishini. Albatta bu ham bir qiziq modusda, qanaqangidir bir shaklki, deylik umuman anglanmagan darajada ishlashni boshlaydi. Mani tipimga bu uncha to'g'ri kelmaydi deb o'ylayman, chunki hozir qilayotgan ishlarimda juda ham menga qiziq, uning ichida qanaqa fikr borligi, shu asar orqali, shu jarayon orqali men qanaqa insaytlarga kelyapman degan fikrlar o'tadi va matn yozish har bitta qilgan ishim haqida kichkina bo'lsa ham bu ham bir qiziq jarayon, ijodiy jarayon va matn yozish vaqtida deylik oddiy bitta illyustratsiyadan biz seriya, hattoki loyihaga ham qandaydir g'oya kelishi mumkin. Hozir meni miyamda bir g'oya borki, mana shu illyustratsiya juda ham yoqyapti menga, mana shu syujet yoqyapti, chunki syujetni men o'zim yozib boshladim matn sifatida va o'sha matn menga yordam beradi. Yana qanaqa seriya uchun, yana qanaqa kadrlar, qanaqa syujetlar menga kerak, o'shalarni yozib chiqishga, o'zimga o'zim vazifa qo'yishimga yordam beradi. Va aynan shu matn keyinchalik katta loyihamni konsepsiyasiga aylanishi yoki agar mani g'oyam borki, mana shu syujetdan kitob qilish. Kitob teksti juda ham kam, asosan o'sha rasmga asoslangan, illyustratsiyaga asoslangan bir katta kitob qilish niyatim bor. Hozir shuni ustida ish boshladim. Loyihalarimni ichiga kiritib qo'ydim va sekin-sekin o'sha birinchi testoviy illyustratsiyalarni qilib boshlayman. O'sha illyustratsiyalardan kelib chiqib, keyinchalik ular ustida ishlab, keyinchalik o'sha kitob darajasiga olib kelish niyatim bor. Va bu jarayonda menga tekst juda ham yordam berdi. Chunki hozir masalan ekranda bitta illyustratsiya ko'rishimiz mumkin, ammo meni hozir xayolimda o'sha tekstdan ilhomlangan film deyishim mumkin-da, yo bir qandaydir qisqa metrajli multfilmni ham xayolimda ushlab turibman-da. Va uni yuzaga chiqarish jarayonida men o'zimni ichimdagi qanaqangidir fikrlar, hissiyotlar bilan bo'lishishga imkoniyat paydo bo'ladi. Mana shunaqa jarayon. Bu sxemani o'zgartirish mumkin, bu sxemaga qandaydir narsalarni kiritish mumkin, bu sxemadan olib tashlash mumkin.
hozircha men uchun ishlayotgan deylik rejim, men uchun ishlayotgan tartib shunaqa bo'lib qoldi va bu xuddi konveyerga o'xshagan narsa. Har kuni qanaqangidir vazifalar qilib boriladi va bu doim qism. Menga o'sha men uchun eng muhim bo'lgan mezon jarayonni qiziqligi. Jarayon doim menga qiziq. Va yangi fikrlar keladi, yangi g'oyalar keladi va menga juda ham yoqadigan tarafi o'sha tasodifiy dog'lar, tasodifiy shakllar bilan ishlashimni yoqadigan tarafi hammasi har tarafga olib ketadi. Deylik, mana bu illyustratsiyada qandaydir stil, bu illyustratsiyada boshqacha stil, 3-chi illyustratsiyada boshqacha stil. Har safar bu stillar kengayib boraveradi. Kolleksiya qilgan paytimizda nimadirlar farqli bo'lib chiqadi, nimadirlar bir-biriga o'xshab boshlaydi. Va o'xshab boshlagan narsalari ritma deb atasa bo'ladi. Muzikada deylik, o'sha ovoz ketma-ketligida ritma bo'lgan vaqtda o'sha biza ritm degan narsani anglaymiz. Musiqadagi o'zgarayotgan kayfiyatni anglaymiz va xuddi shu narsa loyihalar ichida ham bo'lishi mumkin. Qaysidir mavzu, qanaqangidir personaj yo qanaqangidir stil takrorlanib boshlaydi. O'sha takrorlanishlarga ahamiyat berish mumkin yoki farqli vaziyatlarga ahamiyat berish mumkin. Bu ham deylik ish jarayonini bir qismi, analiz. Keyinchalik qilingan analizlarim bilan ham bo'lishaman. Va o'ylaymanki, tez orada qanaqadir seriya ko'rsatishga imkoniyat paydo bo'ladi. Mana bu seriya hozir ish jarayonida, uni ham qilib turibman. Haftada bir marta o'sha qandaydir portret qilaman. Hozir bu yoqqa hammasini qo'shmaganman. Lekin portret ham juda ham qiziq mavzu, fikr qilishga, mulohazalar bilan bo'lishishga. Chunki portret deganda biz umuman boshqa narsalar, realistik portretlarni tasavvur qilishimiz mumkin-da. Men hozir izlanayotgan portret yo'nalishi, portretni ijodiy asarlardagi o'rni umuman boshqacha. Bu haqda ham fikrlarim bilan bo'lishishga harakat qilaman. Hozircha shu. Keyingi videolarimda boshqa seriyalarim, boshqa ijodiy jarayonim elementlari haqida, mavzular haqida gapiraman. E'tibor uchun rahmat. Qiziq bo'ldimi bu video? Qaysi fikrlarim qiziq bo'ldi? Bo'lishing, o'sha kommentariyda yozing va agar qiziq bo'ladigan bo'lsa, men qanaqangidir g'oyalar berishim mumkin ijodiy jarayonlar bo'yicha. Menga qiziq bo'ladi boshqa rassomni deylik, ijodiy jarayonni ko'rish, undan o'rganish va qaysidir fikrlarim bilan bo'lishish. Shuning uchun agar fikrlar kelgan bo'lsa, video qiziq bo'lgan bo'lsa, fikr mulohazalari qoldiring. Menga qiziq bo'ladi o'qish. Ko'rishguncha.